2027 Chevrolet Cobalt yangi avlod modeli sifatida avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu sedan o'zining yangilangan tashqi ko'rinishi, zamonaviy texnologiyalari va kundalik foydalanish uchun qulayligi bilan ajralib turadi. Birinchi qarashdayoq avtomobilning old qismi e'tiborni tortadi. O'tkir shakldagi LED faralar, keng radiator panjarasi va silliq chiziqlar unga yanada jozibador ko'rinish beradi. Oq rangdagi esa avtomobilga yanada nafis va premium uslub bag'ishlaydi. Yon tomondan qaralganda, Cobaltning aerodinamik shakli yaqqol seziladi. Silliq va uzluksiz chiziqlar nafaqat dizaynni chiroyli qiladi, balki yoqilg'i samaradorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi qora rangli disklar avtomobilga sportchi ruh qo'shadi. Orqa qismi ham zamonaviy uslubda ishlab chiqilgan bo'lib, LED stop chiroqlar va minimalistik dizayn umumiy ko'rinishni mukammal yakunlaydi. Ichki qismga o'tsak, 2027 Chevrolet Cobalt haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylikni ta'minlashga qaratilgan. Salon keng va ergonomik bo'lib, yuqori sifatli materiallardan foydalanilgan. Old panel zamonaviy dizaynda yaratilgan bo'lib, unda katta sensorli displey joylashgan. Ushbu displey orqali navigatsiya, multimedia va boshqa funksiyalarni oson boshqarish mumkin. Rul boshqaruvi qulay, barcha tugmalar esa haydovchiga yaqin joylashtirilgan. O'rindiqlar yumshoq va uzoq safarlar uchun juda qulay. Orqa o'rindiqlar ham yetarli darajada keng bo'lib, yo'lovchilarga erkinlik beradi. Bagaj hajmi kundalik ehtiyojlar uchun yetarli bo'lib, oilaviy sayohatlar uchun ham mos keladi. Avtomobil ichida zamonaviy xavfsizlik tizimlari ham mavjud. Xavfsizlik yostiqchalari, stabilizatsiya tizimi va orqa kamera haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Texnik tomondan yangi Cobalt kuchli va ishonchli dvigatel bilan jihozlangan. U yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bu esa uni shahar sharoitida juda qulay qiladi. Avtomobil yurishi silliq va barqaror bo'lib, notekis yo'llarda ham o'zini yaxshi tutadi. Rul boshqaruvi aniq va yengil bo'lib, haydovchiga maksimal nazoratni ta'minlaydi. 2027 Chevrolet Cobalt ayniqsa shahar hayoti uchun juda mos avtomobil hisoblanadi. U kichik o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda ham oson harakatlanadi va parkovka qilishda muammo tug'dirmaydi. Shu bilan birga, u yetarlicha qulaylik va texnologiyalarni taklif etadi. Bu esa uni oilaviy foydalanish uchun ham ideal variantga aylantiradi. Yangi model nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki imkoniyatlari bilan ham hayratda qoldiradi. Zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va ishonchlilik uyg'unligi Chevrolet Cobaltni o'z sinfida kuchli raqobatchiga aylantiradi. Agar siz arzon, zamonaviy va ishonchli sedan izlayotgan bo'lsangiz, ushbu model siz uchun ajoyib tanlov bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, 2027 Chevrolet Cobalt bu zamonaviy hayot talablari uchun yaratilgan avtomobil. U nafaqat chiroyli ko'rinadi, balki amaliy jihatdan ham juda foydali. Kundalik foydalanish, oilaviy safarlar va shahar ichidagi harakatlar uchun bu avtomobil o'zini to'liq oqlaydi.